Assalomu alaykum oyi ada. Ha, va alaykum assalom. Rahmat. Alaykum assalom. Sana o'tir. O'zing ishlaring yaxshimi? Rahmat. Ha, Kelinchi olib chiqadimi? ha, olib chiqyapti. Xavotir. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Rahmat. Yaxshi, keling. Baraka toping. Menga tuxum pishirdingmi? Hozir pishirib kelaman. Kelin poshsha. Tuxumni sal nimxomroq qilib pishirasiz. O'g'lim yoqtirmaydi. Dedi sal nozik. Qo'y. Namicha birinchi kunda talablaringni qo'ymasalaring, hali yangi kelin bo'lsa, ha oilamizga moslashib ketsan axir. Ya? Ha, bu kelin aql farosatini ishlasa o'ziga yaxshi. Ha, endi hamma ishni o'zim tushuntirib o'tirmayman-ku. Ha? O'ziga foyda-yu, men aytganlarimni bajarsa. Ha, o'zi yaqindagina kelin bo'lgan bo'lsa, ha seni oilangni qatdan bilsin. Menga qara, sen hamcha halitdan erkaligini ko'rsatulmagin, tushundingmi? Ha, urgansa o'ziga foyda. Nimaga halitdan siz suvni loqalatyapsiz, odam asabini o'ynab? Iya. Kerak bo'lsa har kuni o'rgatasiz, tushunarlimi? Toki moslashib ketmaguncha. Qo'yinglar, urishmanglar. Hozir o'zim tezroq pishirib kelaman. Ha, bo'pti, boring, ko'nglingiz joyiga tushgandir. Tezroq pishirib keling. Tavba, bu uyda og'iz ochib bo'lmaydi-ya. O'zi kelin o'rganib olguncha hamma ishlarni o'zingiz qilib tursangiz bo'ladi, oyijonim. Voy. Toki moslashib ketmaguncha. Kafiyatni ham Siz o'ylab gapiryapsizmi? Ha? Nega endi men qilar ekanman qarigan chog'imda? Kelinni nimaga olganman? Ha? Kayfiyatni ham xira qilding. Bo'pti, ishga ketdim. Ertalabdan kayfiyatni rasvo qilasan. Kelinni oldida menga hadeb sayravermang. Bo'pti, sen ham ishdan kecha qolma. Mayli, yaxshi boring. Tavba qildim men. Shu kerakmidi sizga ertalabdan? Hamma asabini buzish. Sen ham menga tashlanma. Dadangni ko'rmayapsanmi? Shaptagunimcha shaptolib og'zimga urib turibdi. Xomin qiling, men ham ketdim ishga. Ha, bo'pti, yaxshi borib kel, bor. Choy ham choy bo'ldi. Xudoyim. Ha, o'rtoq, qalaysan? To'ydan keyingi hayot qalay ekan? Yo, bekor uylanibman deb boshingni qashlab yuribsanmi? Ha, qalaysan o'zing, yaxshimisan? Hayot yomon emas. Hozircha bir yerda ketyapti. Bu holat uzoqqa bormaydimi deb qo'rqyapman-da. Doim shunaqa bo'lib qolsin-da, ish qilaman, o'rtoq. Nega unaqa deyapsan? Hali kelin yangi. Sal vaqt o'tsin. Ana undan keyin tergovlarni ko'rasan. Qayerdasiz, qachon kelyapsiz, kim bilansiz? Meni ota-onamdan boshqasi so'roq qila olmaydi. Ota-onam ham o'zi ko'p so'roq qilishmaydi. Meni doim tushunishgan. Ko'ramiz. Hali hammasini vaqt ko'rsatadi. Nima? Meni xotinidan so'rab ish qiladi deb o'ylayapsanmi? Adashasan. Agar meni ishlarimga aralashadigan bo'lsa, o'sha kunda o'zida yo'qotaman. Ko'p ham katta gapirmagin boyvachcha. Keyin uyalib qolasan. Hali bolalar bilan choyxonaga ham chiqa olmay qolarsan. Biror joyga boraylik desam, hali xotiningni ruxsat bera olmasligi boshlanadi. Hech qachon unaqa bo'lmaydi. Men xotinimni qo'yniga kirib olib, ko'chaga chiqa olmay qoladigan erkaklardan emasman. Ko'p katta gapirma, hali o'zing ham uylanasan. O'shanda ko'ramiz ahvolingni. Ey, men uylansam, xotinim chizgan chizig'imdan chiqmaydi. Biror nima aytamizmi, yo'qmi? Ha, biror narsa aytaylik. Qarab orasizlarmi bizaga? Kelin poshsha. Voy, oyijon. Ertalabdan beri oshxonadan chiqmaysiz, nima qilyapsiz? Oyijon, anaqa ro'zg'or ishlari bilan bo'lib sizdan ham xabar olaman. Voy, shuni ham tushunganingizga katta rahmat. Ha, bugun bir xamirlarni cho'zib bir lag'mon qiling. Qachondan beri lag'mon yegim kelyapti.
Oyijon, men mantiq qilayotgandim. O'g'lingizlar manti yegilar kelgan ekan, shunga mantiq qilgan dedilar. Mantini ham qilaverasiz, lag'monni ham qilaverasiz. Men lag'mon yesam, o'g'lim manti yeydi. Ha? Haligi men tayyorlab. Nima? Nima endi bitta ovqat pishiraman, ikkita ovqatni birdaniga pishira olmayman demoqchimisiz, ha? Yo'q, oyijon, unaqa emas. Nimaga unaqa deysiz? O'zbekchilikda kelin degani er bilan qaynonani xizmatini qilish kerak degani. Xo'pmi? O'zbekchilik deb shuni aytadi. Xo'p, bo'ladi oyijon, tushundim. Kechga kelasi ham tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Voy, damingiz ichingizga tushib ketdi-ya. Menga qarang, yana o'g'lim ishdan charchab kelganda onang menga 2 xil ovqat qildi deb chaqib o'tirmang, ha? Yo'q, oyijon. Ha, qaynotangiz bilan urushtirib qo'yganingiz yetadi o'zi. Bo'la qaring, harakatingizni qiling. Xo'p, oyijon. Tavba, rangini o'chganichi buni, tavba. Nima ovqat qilyapsan? Voy, assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Charchamaydingizmi? Rahmat, yomon emas. Lag'mon qilaman. Nima? Lag'mon. Men senga manti qil, manti yegim kelyapti demaganmidim? Voy, nima baqirasiz? Mantini ham tayyorlab qo'yganman. Avval buni pishirib oling, undan keyin uni pishiraman, bo'ladimi? Sani esing joyidami? Ikkalasi ham xamirli ovqat bo'lsa, bittasini qilsang bo'lmaydimi? O'zimni lag'mon yegim kelib qoldi, o'shaning uchun lag'mon qilgandim. Xavotir olmang, hozir pishiraman uni. Nimaga? Tinchlikmi? Nima g'alva yana? Nima to'qalar? Ha, ko'rmaysizmi? Manti qilgin desam lag'mon qilyapti. Manti yegim kelayotgan. Keling bosham. Ha, bilasiz, o'g'lim ko'chadan och keladi. Ha, birinchi bo'lib o'g'limni qordan to'yg'azib qo'ysangiz bo'lmaydimi o'sha mantini tezlab? Ha? Ha, siz uyda o'tiribsiz. Ha, ko'ngizga yoqqan ovqatni siz qashqa bo'lsa yugurasiz. Oyijon. Xo'p, bo'ladi. Siz aytgandek bo'ladi hammasi. Bo'ling tez. Tezroq bo'l. Xotinidan qo'rqmas botir yigit, nima gaplar endi? Nimaga kesatib gapiryapsan? Men qara. Erta choyxona bor. Borasanmi? Men bir so'zli yigitman. Meni shaxsiy ishlarimga hech kim aralasha olmaydi. Ya sher bo'lib xotinimdan ruxsat olishim shart emas deganding-ku, ha? Yo sen ham ana ikkitasiga o'xshab borolmayman deysanmi? O'zi do'stlarimiz uylangan sari safimiz ham kamayib ketyapti, ha? Ha, endi mazza qilib o'tirganimizda jonim keling, sizni sog'inib ketyapman desa, ikki borasanmi? Makri o'tmaydi. Xotin degani ota-onamni xizmatini qilib, ularning duosini olib, menga gap so'z tegdirmasa bo'ldi. Onang-ku shikoyat qilmaydilar. Lekin onangdan shikoyat qilib yomon ko'rsatib qo'yishi mumkin. O'shanda ehtiyot bo'l. Hech qachon bunaqa qila olmaydi. Meni kimligimni juda yaxshi biladi. Jahlim chiqsa, unga rahm qilib o'tirmayman. Do'stim, sen bir tarafdan to'g'ri ish qilding. Ota-onang aytgan qizga uylanding, qo'yding. Agar o'zing yoqtirib uylangan qiz bo'lganda, kelinni boshingga ko'tararding-da. Menga farqi yo'q. Yoqtirsam ham, yoqtirmasam ham kelin o'z vazifasini qilish kerak. Bu gaping ham to'g'ri. Men qara, o'ynaymizmi, uyga ketamizmi? Uyda nima bor? O'yna. Va alaykum assalom. Kelin. Samarjon hali turmadimi? Yo'q, uyg'otuvdim. Qozasini cho'qiling dedilar. Voy, O'shanga uyg'otmadim. Pirog pishirdim, yeylar. qarang-a. Bolam bechora ishga kechga qolaman deb nonushta qilmay ketadimi siz darsingizdan? Tavba. Nimalar deyapsan, ha, onasi? Bunda nima ayb? Takasaldan o'g'lingni o'zi turmasa. Hey, hozirgi kelinlarchi erni eplab vaqtida uyqudan uyg'otib, nonushtani qildirib, chiroyli qilib kiyintirib, ishga jo'natishni ham eplay olmaydi. Siz zo'rsiz onasi. Kelinlik paytingizda
Hamma ishlarni qotillik qilgansiz. Beshbaho sizga. Kesatmang. Xudoga shukr, juda yaxshi kelin bo'lganman. Xo'pmi? Hamma ishga ulgurganman. Men ishlarimni qila qolay. Keling, siz ham o'tirib nonushta qiling. Bu 1-2 marta kecha qolsin. Xo'jayindan gap eshitsin. Keyin o'zi vohli turadigan bo'ladi. Menga qarang. Namuncha yonini olaverasa, o'g'lingiz ishga kech qolib, hamkasblarning oldida uyatga qolishni xohlayapsizmi? A? Ye. Unday bo'lsa o'zi vohli tursin, harakatini qilsin. Ye. Nima, uni ko'tarib olib kelaymi? Axir o'g'lingiz-ku. O'g'lim ishga kech qolib gapirishsa, "Ey kelin, poylab turibsizmi? Eshitib oling. Siz ham gap eshitasiz, bilib qo'ying." Biringa arpa, biringa bug'doy gij bo'lmay o'lsin. Janjalda kovlab qo'yib, poylab turadi doim. Pismiq. Obbo. Bunda nima ayb? Bor o'zing turib uyg'otib kel. Tur, bor. Mana turishim osonmi? Ertalabdan kayfiyatni buzasan. Ey. Kelin emas. Mana bu boshimga balo olgan ekanman. Uyg'oting. Bog'da bulbul sayraydi, chaman ichra. Yor kelganga o'xshaydi, chaman ichra. Chiroyli etdingiz. Tavba, sizmi deysiz? Keling, men o'zim. Yo'q, seporaman. Siz o'zingiz ishingizni qilavering. Nima gap? Kelin podsho, tinchlik. Haligi Oyjon, sinfdosh qizlarimiz o'tirish qilishayotgan ekan bugun. Shunga men ham borsammi degandim. Ruxsat bersangiz agar. Siz nima qilasiz u yerda? Pishirib qo'yibdimi? Sinfdosh dugonalaringiz qiz bola bo'lsa kerak. Siz kelinsiz. Boshingizda eri bor ayolsiz. Xo'pmi? Yo'q, jon. Ularning ichida ham kelinlar bor. Ular ham uydagilardan ruxsat so'rab keyin chiqishgan. Ruxsat berishibdi. Ko'p qolib ketmaymi, oyijon? Menga qarang. Men sizga avval ham aytganman, hozir ham aytaman. Siz hozir onangizning uyida yashayotganingiz yo'q. Meni uyimda yashayapsiz, xo'pmi? Xohlagan paytingizda likkillab chiqib ketib, xohlagan paytingizda likkillab qaytib keladigan bu bedarvoza uy emas. Boring, asabimni o'ynamang. Xo'p. Xohlagan paytim emas, oyijon. O'shanga so'rayapman-ku sizdan. Menga qarang. Hali siz beso'roq ham chiqib ketmoqchimi deysiz? Yo'q, unaqa demang. Menga qarang, kelin podsho. Uyingizdagi tarbiya bu yerda o'tmaydi. Endi meni tarbiyamda ulg'ayasiz. Boring, qozon tovog'ingizga qarang, ishingizni qiling. Oyjon, agar mabodo o'g'lingiz ruxsat ber. Menga qarang. Kelin podsho. Gap tamom. Meni miyamni achitmang, xo'pmi? Undan ko'ra qozon tovog'ingizga qarang. Osh-ovqatingizni qiling. Tug'ishni harakatini qiling. Likka ko'chaga choparmasdan. Nima deysiz shu, oyijon? Shundoq bo'lsin. Boring. Falon, buni onasi ko'chada tuqqanmi? Likka ko'chaga chopadi. Eyli. Qo'shiq deya beliga tepdi. Kessin. Xuddi Xudoga shukr, qo'shnilarim tilla bir-biridan yaxshi qarashadi-ku. U yo'qmi qo'shni oyi? To'ppa-to'g'ri. Qo'shningiz yomon bo'lsa, kun bermaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Televizor ko'rib o'tiribsanmi? Nima qiladigan ishing yo'qmi? Yo'q, ishlarni qilib qo'yib, televizor ko'rib o'tiraman. O'zi oxirgi paytda oyim san haqingda yaxshi gapirmayapti. Agar yomon gapiradigan bo'lsang, shu zahoti uyingga ketasan. Bilasan-a? Tushunmadim, nima deganingiz-ku? Men ularga chin dildan xizmat qilishga harakat qilyapman, ko'ngillarini olishga harakat qilyapman. Nima qilibman ranjiydigan? Doim shunaqa bo'lsin. Kimligingni unutma. Yo'qsa, esingga solib qo'yaman. Qoch.
Xo'p. Suv ber. Samar aka, haligi birorta joyga aylanishga chiqaylik. Serialni ko'rib havasim kelib ketdi. Nima unaqa qaraysiz? Kelin bo'lganimdan beri chiqatga chiqqanimiz yo'q. Yana boshladingmi nolishni? Meni unaqa mayda narsalarga umuman vaqtim yo'q. Ishim boshimdan oshib yotibdi. Tez kunlarda lavozimim ko'tarilishi kerak. Shunga qattiq ishlamasam bo'lmaydi. Siz uchun juda xursandman. Yaxshi-ku? Iltimos, Samar aka, o'zimiz uchun ham vaqt ajrating. Aylangim kelyapti. Siz bilan. Borganimiz bilan shoxing chiqib qoladimi? Samar aka, ertaga farzandli bo'lsak, shundoq ham ular bilan ovora bo'lib, keyin hech qayerga chiqa olmaymiz. Bilmadim. Ishlarimiz yengillashaversinchi. Bir gap bo'lar. Menchi Oyjon dadajonning xizmatlarini juda ham yaxshi qilaman. Sizni yuzingizni ham yerga qaratmayman. Faqat aylanishga olib chiqasiz-a? Xo'p. Faqat oyimdan ruxsat so'ragin. Ularning ruxsatsiz hech qayerga bora olmaymiz. Voy, qanaqa qilman? So'rayman. O'zi ko'rsam qo'rqib ketaman ularni. Nima? Men xotinimni biron yoqqa bormoqchiman. Shunga ruxsat bering deymanmi? Hech qachon. So'rasang o'zing so'ra. Menga unaqa deyish umuman to'g'ri kelmaydi. Tur, ovqatingni tayyorlagin, qornim och. Chiqmayman chiqatga. Chiqmasang chiqma, uyda ishlarni qilgan hammasini. Samar aka, Nima bu? sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim. So'ra. Haligi men o'qishga topshirmoqchi edim. Pedagogika universitetiga. O'qib nima qilasan? Ishlamoqchimisan? Meni topganim senga yetmayaptimi? Yo'q, yetyapti. Siz topishingiz yaxshi. Shunchaki ertaga farzandlarimiz bo'ladi, ularning tarbiyasi, kelajagi uchun o'qiganim yaxshimi deb o'ylayapman. Meni o'qiganim senga ham, farzandlarimizning kelajagiga ham yetadi. Siz o'qiganingiz yaxshi. Qarang, mana siz o'qigansiz, men ham o'qish xohlayman. Sen o'qishga kirsang, uy ishlarini kim qiladi? Agar oyim uy ishlarini qiladigan bo'lsa, senga nega uylanding? Agar o'qishga kirsam, darsim tugashi bilan shunda uyga kelaman. Umuman, Oyjonga ishlarni qildirmayman, hammasini o'zim qilaman. Seni vazifang uy ishlarini bajarish, o'qish emas. Tushundingmi? Menga o'qimishli xotin kerak emas. O'qib katta odam bo'lib, keyin menga aql o'rgatmoqchimisan? Yo'q. Menga unaqa xotin kerak emas. Nima unaqa deysiz? Unaqa qilmoqchi emasman. Shunchaki yaxshi niyat bilan o'qimoqchiman. Bo'ldi. Bu mavzuni yopamiz. Boshqa bu mavzuni qaytib ochmagin. Tushundingmi? Haligi Bitta gapirdimmi, xo'p deganda oyim. Tushunarlimi? Xo'p. Meni ishga kuzatib qo'y.
Ha, kelin poshsha. Mazza qilib kurortda yotganda yalpay yotyapsiz. Yo'q, oyijon. Yana kasalmisiz? Oyijon, oldingizda xijolatdaman, kechiring. Hamisha o'zingizga qolib ketdi. Mayli, nima ham qilardim? Bu uyning ishlarini men qilmasam, nima? Onangiz kelib qilib beradimi menga? Oyijon, yaqinda tuzalib olsam, xudo xolasa hamma ishlarni o'zim qilaman. Keyin sizga mazali ovqatlar ham pishirib beraman. Menga hozir sizning mazali ovqatingiz hech keragi yo'q. Menga eng muhimi sizning tuzalishingiz. Xo'pmi? Rahmat oyijon. Ha, ko'rib turibman. Necha kundan beri yotibsiz qimillamay. O'g'lim bechora sizga dori tashigan. Hatto sizga dori tashiyman deb ichiga ham kechga qoldi. Gap ham eshitib oldi boshlig'idan. Bilaman. Meni ham sizni tepangizda turib kasal qarashga umuman toqatim yo'q. Shuning uchun yaxshisi oyingiznikiga keting. O'sha yerda tuzaling, davolaning. Mabodo tuzalib oyoqqa turib qolsangiz, meni o'zim chaqiraman. Xo'pmi? Oyijon, unaqa qilmang. Hozir kasal paytimda uyga qanaqa boraman? Bormay qo'ya qoling. Ota-onangizni o'ylaysiz. Lekin bizni o'ylamaysiz. Nima? Biz sizni kasal qildikmi? Bilaman. Oyijon, bunaqa holda malol kelishi mumkin. Lekin biroz sabr qilib tursangiz tuzalardi. Bugundan qolmasin. Kiyimlaringizni yig'ishtiring. Taksi chaqirtirganman, hozir keladi. Bo'ling, turing o'rningizdan. Yig'ishtiring narsalaringizni. Menga qarang. Hozircha o'g'lim bilmasin. Xo'pmi? Agar o'g'lim kelib so'rasa, bir kunga onasinikiga ketdi. Ko'rgani deyman. Yana qaynotangiz bilan urushtirganda o'g'lim bilan ham meni urushtirib o'tirmang. Gap chaqishtirib. Onasini ko'rgani ketdi deb aytaman. Xo'pmi? Kelishib oldikmi? Siz onangizni ko'rgani ketgansiz bir kunga. Bo'ldi. Turing. Oyijon, ozgincha sabr qilsak tuzalib ketardim. Bormay qo'ya qoling shu oyimnikiga. Ey, namicha izmalanasiz. Tezroq bo'ling, kiyimlaringizni yig'ishtiring. Ana, taksi keldi. Signal cholyapti. Bo'la qoling tezroq. Shu taksi ham kelib bo'ldi. Bo'la qoling. Harakatingizni qiling. Alo. Ha, Shohi. Ha, bo'ldi, bitta tog'ora mendanda. Bo'ldi, olib boraman o'rtog'im. Ha. Assalomu Voy, alaykum. hozir. Va alaykum assalom. Kim bo'la? Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Ha, bolam. Unda kelishingdan oldin xabar berib qo'ysang bo'lmasmidi? Menga qara, o'zing yaxshimisan? Uyingdagilar yaxshimi? Ering, qaynona, qaynotang hammaligi yaxshi yurishibdimi? Hammalari sizga salom aytib borishdi. Oyijon, sizlarni sog'indim, shunga kelgan. Juda yaxshi qilibsan. Dadang ham hozir kelib qoladilar. Ishdan qaytadigan vaqtlari bo'lib qoldi. Menga qara. Uyingdan ish qilib ruxsat so'rab keldingmi? Albatta, oyi. Yoshligimdan siz shunga o'rgatgansiz-ku. Ovqat yesam ham so'rab yeydigan bo'lib qolganman, oyi. Endi kelin degan shunaqada qizim. O'zingcha biror bir ish qilib o'tirmagin, xo'p? Ering, uydagilar nima deysa shuni qilgin. Kelin bo'lgandan keyin shunga majbursan. Qiz bo'lish juda ham qiyin deb o'ylardim. Kelin bo'lish undan ham qiyin ekan, oyijon. Ona bo'lish esa hammasidan qiyin bolam. Bolang uchun oshpazsan, shifokorsan, tarbiyachisan, qo'ychi hamma narsa. Buning uchun lekin farzanddan hech narsa talab qilmaydi onalar. Oyi, bu faqat bizdami yoki boshqa joyda ham onalar shunaqami? Ona hamma joyda ona, qizim. Ba'zida tushunmayman. Ayol kishi qachon o'zi uchun yasharkina? Kelin bo'lganimdan beri biror joyga bora olmayman. Ruxsat yo'q, hech qayerga chiqarishmaydi. Sen endi kelinsan. Bizni desang, chidashga majbursan, bolam. Mani, dadangni yuzlarini yerga qaratmagin. Ularni ham ranjitadigan biror bir ish qilmagin. Qara lekin agar ularni ranjitadigan bo'lsang. Oyijon, xavotir olmang. O'sha qafasdagi qizligicha qolgan. Faqat qafas o'zgargan xolos. Ba'zida o'sha qafasdan chiqib uzoq-uzoqlarga uchib ketkim keladi. Bo'ldi, bas qil. Namuncha hissiyotlarga berilavermasang. Juda xayolparastsan-da. Hech bo'lmasa xayol surishga haqqim bordir. Uni chegaralashga hech kimning haqqi yo'q-ku, to'g'ri. Bo'ldi.
Ko'p gapiraverma. Tur o'rningdan, kiyimlaringni almashtirib chiq. Oshxonaga chiqib biror nima tayyorlaymiz. Dadang ham kelib qoladilar hozir. Bora qol. Ish qilib uyda tinchlik bo'lsin-da. Voy, ilazgina qarang. Gap yo'q. Voy. Amerikalik shunaqa o'ynasa ya. Voy. Ana o'yin, ana. Ha, onasi kechirsa. Ha. Keling dadasi. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Voy. Keling, choy ichasiz. Bu kelining ko'rinmaydi. Kelining ko'rinmaydi deyman. Ha, kelinmi? Haligi otasinikiga ketuvdi. Bu ketganiga necha kun bo'ldi? Tinchlikmikin o'zi? Menga qarang. Ne kayfiyatingiz yo'q? Xuddi men siz qurib qolgandek. Bu o'g'ling xafa qilmaganmi desh qilib? Nega xafa qiladi? Ha, o'g'liz doim ko'niga qaraydi-yu uni. Tavba qildim. Senga ishonish qiyin. Biron narsa degansanlar-da, o'zi kelini doim qiynab kelardi. Endi nima? Men aybdor bo'ldimmi? Hamma narsaga men balogardan ekanman-da. Xafa bo'lmagan-u, baloni boshida doim o'zing turasan. Voy, tavba. Agar kelin rostdan ham seni deb ketgan bo'lsa, mendan yaxshilik kutma onasi. Ey, men nima qildim? Ha? Arpasini qovuribmanmi keliningizni? Xohlagan joyiga borsa, ha? Kelsa, yana baloga qolgan men bo'lamanmi, ha? Ha, ko'niga qarab shunchalik bo'lar, qaynona bo'lish menchalik bo'lar. Kasal edi. Hech bo'lmasa tuzalib, keyin borarsiz sen bo'lardi-ku. Ha, qudalar nima deb o'ylashadi endi? Ha, o'zi oyoq tirab turib oldi, ketaman deb. Men nima qilishim kerak? Ha? Tiz cho'kib yalinishim kerakmi? Men kelinni yaxshi bilaman. U o'zidan o'zi ketadiganlardan emas. Biron narsa bo'lganki, menga qara. Kerak bo'lsa qudalardan uzr so'raysan. Kelinni oyog'iga yotib bo'lsa ham kechirim so'rab uyga olib kelasan. Ikki dunyo bir bo'lsa ham yotib olib kechirim so'ramayman. Nimaga endi men qilmagan ishimga kechirim so'rashim kerak ekan? Ha? Nimaga endi men yemagan somsamga pul to'lashim kerak ekan? Bo'pti, men ketdim. O'zichi, menga qara, sen ham dugonalaringniki borib 1-2 kun dam olib kelgan. Sendan ko'ra ko'chaga chiqib pas aylanib kelganim yaxshi. Voy tavba. Ha, o'g'limni qo'lga olgani yetmaganda erimni ham qo'lga olibdi. Yashamagur. Tavba. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Voy, o'zim o'rgilay, o'zi ko'rgim kelib turadi. Yaxshi bo'ldi kelganing. Ha, tinchlikmi? Oyi, kuyovingiz uydan haydab yubordi. Haydab yubordi? Voy. Nimaga? Qaynonam kun bermaydi. O'g'li palon ovqatni qil desa, onasi boshqa ovqatni qil deydi. Har kun qaynonam qayergadir ketadi. Men u kishiga ovqat qilib berishim kerak. Hatto uyimizga kelishga ruxsat bermaydi. Ko'chaga ham chiqa olmayman. Uyda o'tir, kelinsan deydi. Oxiri kasal bo'lib yotib qoldi. Hech kimni menga rahmi kelmadi. Doktorga ham olib borishmadi. Oxiri qaynonam uyingizga borib davolanib keling dedi. Endi kerak bo'lmay qoldimmi dedim. O'g'li kelib onamga gap qaytarding deb ko'chaga haydab yubordi. Oyi, qo'ying siqilmang. Qanaqa siqilmay bo'ladi?
Hoy qiz, sen ertalabdan beri xonangdan chiqay demaysan. Bir menga ham yordam bergin. Nima qilyapsan o'zi? Bir menga qarashni ham demaysan. Oyi, hozir menga indamang. Qattiq tayyorlanishim kerak, o'qishga kirmoqchiman. Ey, dadang bunga ruxsat berarmikinlar? Shu haqida bir o'ylab ko'rdingmi? Oyijon, o'qish nimasi yomon? Mana hamma dugonalarim o'qib yuribdi-ku. Dadang qiz bola uyda o'tirgani yaxshi deydilar. Qo'y o'qimay qo'ya qolgin. Bu qiz bolani o'qigan nima bo'lardi? Buni ustiga kontrakt puling palon pul bo'lsa, kim senga kontrakt to'laydi? Oyi, kontrakt puli yo'q. Men xudo xolisa grant yutaman. Hamma xarajatlarimni institut o'zi to'laydi. Bu deganim internet orqali chet elga o'qishga topshiraman. Keyin institut aytganimdek hamma xarajatlarimni to'lab beradi. Nima? Sen hali chet davlatga o'qishga ketmoqchimisan? Bunaqa xayollarni umuman miyangdan chiqarib tashla. Bu hali o'zimizda o'qishga ruxsat yo'q-ku, chet elda balo bormi? Dadang bunga ko'nmaydi. Oyi, o'qib ilmli bo'lsam, o'zim xohlagan ishni ishlasam nima qildi? Ayting, nima qildi? Qiz bola degani nima? Oila, bola chaqa, qaynota, qaynona er uchun yaralmagan-ku. Oldindan shunaqa bo'lgan, bundan keyin ham shunaqa bo'ladi. Qiz bola ro'zg'orniki. Uyda o'tirishga mahkumsan-dek. Ba'zida o'ylab qolaman. Nimaga o'g'il bola bo'lib tug'ilmaganman o'zi? Qiz bola bechorani hatto orzu qilishga haqqi yo'q. Dadangni norizo qilmayman desang, orzularingdan voz kechasan. Senga qo'yib bersa ko'ngling nimalarni tusamaydi? Oyi, shu yoshimgacha u mumkin emas, bu mumkin emas degan gap so'zlar bilan katta bo'ldim. Hattoki bir marta ham o'z xohishim bilan ish qilganimni eslolmayman. Balki turmushga chiqishimga ham o'z xohishimni qizig'i yo'qdir. Sen hali nima? Kinolardagidek sevishib qolib turmushga chiqaman deb o'ylaganmiding? Bu nima degan gap? Uyatsiz. Shu narsani unutma, dadang aytgan kishiga turmushga chiqasan. Tushundingmi? To'g'ri bo'ldi, yig'ishtir bu o'qishlaringni. Ozgina mundoq chiqib menga ham yordam bergin. O'qir musha yana. Ha qizim, tinchlikmi? Nimani o'ylab o'tiribsan? Oyjon, mana ko'rib turibsiz, sog'aydim. Endi balki uyga qaytarman. Yo'q qizim. Endi seni qo'yib yubormayman. Shuncha azoblanganing ham yetar. Bunday o'ylab qarasam, qiz bolaga u mumkin emas, bu mumkin emas deb hamma narsadan cheklab qo'ygan ekanman. O'zing aytganingdek, seni faqat qafasning ichida saqlagan ekanman. Oyjon, bu yoqda yuraverishim ham yaxshi emas. Bekordan bekorga qo'ni-qo'shnilarning ichida gap so'z ko'payadi. Ko'paysa ko'payar. Menga qizimni baxti, sog'lig'i zarur. Oyjon, men o'zimni baxtsiz his qilmayman. Shunchaki meni ular tushunishmadi. Balki men ham ularni. Vaqt o'tib balki kelishib ketarmiz deb o'ylab qoldim. Agar qaytish niyating bo'lsa, seni uyingdagilar kelib olib ketmaguncha jo'natmayman. Yaxshi oyi, xo'p. Siz nima desangiz shu endi. Bilasizmi, aslida siz bag'ringizdan ketishni umuman istamayman. Lekin nima qilay? Endi manzilimiz boshqa. To'g'ri aytsan qizim. Qiz bola palaxmon tosh. Qayerga otsang, shu yerga borib tushar ekan. Vaqt o'tib hammasi joyiga tushib ketadi. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Yaxshi. Xo'p. Mayli bolam. Sen deb siqilaverma. Xo'pmi? Men shunday qo'shni hovliga pankey chiqib kelay, sen u yoq-bu-yoqlarga qarab turarsan, ha? Xo'pmi? Xo'p. Mayli, yaxshi o'tir. Hamma joyim qaqshab ketyapti. Voy joning bormi? Tuzukroq qola. Oyjon, achchiqqina qilib mastava qilib beraymi, ichib olasizmi? Yo'q. Mastava kerak emas. Men kelinim ovqatlarini sog'indim. Unaqa demang oyijon, ovqat yesangiz tezroq tuzalasiz. Menga qara. Ering ko'proq qilmadimi?
Yo'q, qilmadilar. Mayli bo'lmasa oyijon, men ovqat olib kelaman. Ovqat-povqatiga keragi yo'q. Mayli oyijon, hozir men sizga ovqat pishirib kelaman. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Nima gap? Bordingmi? Ha, bordim. Xo'sh. Uydagilar ruxsat berishmadi. Keliningiz endi kelmas ekan. Nima deding? Indamasdan qaytib kelaverding. O'g'lim, Alloh hammani jufti bilan yaratgan. O'zingni juftingni asragin. Yalinasanmi, iltimos qilasanmi, borib olib kel. Onangning ahvolini qara. O'zidan o'tganini o'zi biladi degan. Shunday ekan bolam, hali hayoting hammasi oldinda. Arzimagan gap so'zlar bilan hayotingni bunday boshlatishga o'zing yo'l qo'yma. Shundaymi? Ag'ri erkak kishisan o'g'lim. Harakatingni qil. Kelinimni olib kel. Xo'p. Canım ey. Oy. Kelincan. Allo. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshimisiz? Kelin. Ay, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Xudoga shukr. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Uydagilar yaxshimi? Ay, kelinjon, o'zim o'rgilay sizdan. Uyga qayting. Bitta gapimga shuncha arazmi? Keling, jonim bolam, keling. Mana sizga qilganlarim hammasi o'zimga qaytdi. Qizim shu yerda. Mendan xatolik o'tgan bo'lsa kechiring kelinjon. Uyingizga qayting. Uyingizga qayting kelinjon. Sizni kutaman. Xo'p bo'ladi oyijon. Oh